Nimaga tefal deysiz? Oti tefalmi? Nima deganda O'zbekistonga o'rtoqlar birinchi kirib kelgan kipitilniklarni tefal firmasi olib kirgan. O'shaning uchun tefal deysiz. Assotsiatsiyani ko'rasizmi? Mahsulotga bo'lgan assotsiatsiyani. O'shaning uchun ham jahon bozoridagi talab va taklifingiz ham sizning assotsiatsiyangizdan, ya'ni iste'molingizga ixtisoslashgandan kelib chiqadi. Hammamiz ChatGPTni ishlatyapmiz. Baraka topsizdan ancha yordam berishyapti, to'g'rimi? Topshiruvlar ChatGPTda qo'yamiz. Siz $20 ishlatasiz. Ozginadan keyin deysiz, bo'ldi deysiz. Men ChatGPTni jinni qildim deysiz-da. $20 o'chirasiz, $5 o'tib, ta ishlatayotganingizda ma'lum funksiyaga kelganda nima qiladi u? To'xtaydi. Sizga aytadi, undan yuqoriroq anaqada programmada bor deydi. Foydalan o'shandan deydi. Siz o'rganib qolgansiz, nima qilasiz? Uni olasiz. Sizni shunga ixtisoslashtirib qo'yishdi. Jahon bozoridagi talab va taklifingiz ham jahon bozoriga qaysi mahsulot birinchi kirib kelgani bilan bog'liq. To'g'ri, u 100% o'sha mahsulot bo'lishi shart emas, yoki 100% meni gapim to'g'ri bo'ladi degani emas. Lekin bozorda har doim asosan nima tashkil etadi? Birinchi kirib kelgan mahsulot tashkil etadi.